Ha? YouTube'gami? Ha, YouTube kanaliga 2 million deyar. Savdosi bo'ldimi? Savdo qancha bo'ldi savdosi? 1.8 gacha. Savdosi 1.8 bo'ldi. Mana shu insonni ko'rib qoldim mana Toshkentga sayohatga borgan O'roqboy. Assalomu alaykum. Mana O'roqboyni ko'rib qoldik. YouTube'ga ijod qilgan, kontent qilgan, ijodiga, ishlariga omad. Ketdi ekan. Allohim omad ber har bir yigitga. Otini olsang ham omadin olma. Zor qilma har qanday nokas kimsaga, o'zingdan o'zgaga boshni egma. Yo'qchilik yiqtar yigit zo'rini, chaqolga teng qilma arslon bo'rini. Nomardlar ko'ra olmas yigit zo'rini. Allohim yigitga o'zing bo'l panoh, o'zingdan o'zgaga zor qilma Alloh. Rahmat O'roqboy. Bizda mana bobo yerda yuribdi. Mana kelishilgan narsa sotamiz. Jalanglar aka. Videoga tushdingiz. Kerak emas, jim bo'l. Mayovkaga bormadingizmi? Kelishtiramiz. Mana. Sen Like bosamiz, like. Like bosamiz. Endi mana hurmatli obunachilar, maydamal qatoriga o'tdik. Qo'y qo'chqorlar narxlari, qo'zilar narxlaridan, eski takalar narxlaridan chiqarib ketamiz. Qani videoroliklarimiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Bugun islomimiz bo'layapti 22-mart, haftaning oxiri mol bozordamiz mana. Borigacha video qilib ketamiz, narxlarni ketaveramiz. Assalomu alaykum, akalar yaxshimisiz? Qanchadan bo'lyapti qo'zilar aka? Qo'zilarni 4,5 dan deyapti. 4,5 milliondan? Ha. Savdosi-chi? 4 milliondan bo'lib qoldi. Bir tekis 4 milliondan bo'lyapti. Qo'chqor qo'zami. Hammasi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. 4 milliondan bo'lib qoldi deyapti mana qo'chqorlar. Ko'ring. Sizga qancha bo'lyapti aka? 2dan zot. Qanchadan bo'lyapti bu? Bolali qo'ylarmi bular? Bu yakkan bu. Yakkani qancha deyapsiz? 5 deyapti. 5 million deyapsiz? Qancha bo'ldi savdosi aka buni? 4,5 bo'lib qoldi. Qisir qo'y ha? 4,5 million bo'lib qoldi savdosi deyapti. Nima deyapsiz bularda? sotdim buni Marjon aka. Aha, qanchaga ketdi? 5 million 750 ming so'm ona bola. Ona bola 5 million 200 ga sotildi. 700. 5 million 700. 5 million 700 ming so'm. Bular qancha bo'lyapti qolganlari? Bular 6 million. Aha. Alovi 7 million so'm bolasi qo'chqorchi. 7 million bo'lyapti bolasi qo'chqor. Charchamayapsizmi? Qanchadan deyapsiz bu qo'zilarni? 2,5 dan deb turibmiz. 2,5 dan deb turibsiz? Savdosini ayting. 22-23 dan bo'lsa. 22-23 gacha savdosi bo'layotgan ekan. Assalomu alaykum. Chavog'on aka-ku. Qancha savdo qilyapti? 5 million so'rayapti. Qancha so'ra? 23? Bersangiz bilaman. 23 so'rayapti. Chavog'on aka so'rayapti. Sotyaptimi? 23 savdosi. Qanchadan bo'ldi aka bu qo'zilar? 2,5 dan endi ikkitasini sotdim, 2,300 dan berdim. 2,300 dan berdingiz. 2,300 dan sotilibdi mana yerda. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda naborlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan nabor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu naborlar, ruchkali Qur'onlarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada, sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'lim yo'q deb o'ksimang. Tugab qoldi. Botir aka, qanchadan bo'lyapti bu qo'zilar? Buni 17 dan deyapmiz. 17? 1,700 dan. Savdo qancha bo'ldi? Savdosi 1,5 dan. Savdosi 1,5 milliondan bo'layotgan ekan. Qo'chqor qo'zimi bular? Qo'chqor ham urg'ochi. Qo'chqor urg'ochi aralash ekan mana. 1,5 milliondan savdosi bo'layotgan.
Ana Umid aka trendda. Umid aka qancha bo'lyapti qo'zilar? Qo'zilar sotildi 18dan. 18 dan sotildi. 1 million 800 dan. Sizga qancha bo'lyapti? 100 mingdan? 3 dan qancha bo'ldi savdosi? Qancha? 24 dan savdosi bo'lyapti. Aka qanchadan bo'ldi bu qo'zilar? Gözlerde 28'dan deyapman. Aha, qanchadan savdosi bo'ldi? 24 yarımdan lukka söyleyapman. 24 yarimdan savdosi bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'ldi ekan bular? Hech bunda bu. 3,5 deyapsiz? Savdosi bo'ldimi? 31 yarım. Savdo 31,5 bo'lyapti. Bunisi-chi? 33 yarım bilen. 33,5 savdosi bo'layotgan ekan. 3 milliondan savdosi bo'ldimi? 26 dan so'rayapti. 24 dan. Bobo qalaysiz, zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Yaxshiman, salomat. Bayramga nima deysiz endi bir bayramga aniq qo'ying. O'zingizni bayramlaring bilan. Rahmat o'zlaringizga ham. Ha? Aha, gapiring bayramlar. Nimani gapiray? Mana egiz. Egizmi? Egizmi? Ha, egiz. Qancha deyapsiz buni? 10 deyapman. 10 deyapsiz? Qancha bo'ldi savdosi? 5 savdosi bo'lyapti uka. 85 savdosi bo'layotgan ekan. 8,5 million savdosi bo'layotgan ekan egiz. Ha. Ko'ring. Bo'ladi mana. Qo'yamizmi? Ha? Telefon raqam qo'yamizmi? Telefon raqamni bilmayman-da. Bilmaysizmi? Ay, shunisi yo'q. Bo'lyapti qo'zilar. Akalar. Aka. Qaysi biri akajon? Qanchadan bo'lyapti bular? Mana buni 3,5 deyapmiz. Qolganlarni ana uni qo'chqorchalarni 3 dan deyapmiz. 3 dan. Bu qancha bo'ldi savdosi? Savdosi buni 31-32 gacha bo'ldi. Aha, bularchi? Ularni 25, 26, 25-26 gacha bo'lyapti. Bunisi-chi? 24. 24 bo'lyapti savdosi. Urg'ochi bu. Urg'ochi ekan. Qanchadan bo'ldi bu qo'zi aka? 36 deyapmiz, 32. 32 ga savdosi bo'lyapti. 32, 33. 32-33 gacha savdosi bo'layotgan ekan. Savdosi bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'ldi ekan akalar bular? Qancha bo'lyapti savdosi? Qo'zini? Baraka bu. Qancha? Senam aylanib ko'rmaydi. Endi Qancha deyapsiz aka? Baba, eshiting. Bir o'ynalib ko'ramiz. Bersangiz hozir bering. Keyin ol desangiz, oldimizda qabating yo'q. Taylab ketmayman. Qaylab ketmaysiz. Qo'lingizni ushlagan payti, savdo qilgan payti. Qaysini savdolashyapsiz aka? 6 million. Ikkovinimi? Ikkoviga 6. Siz qancha deb turibsiz? 6,5 berdi ham. 6,5 million aytilyapti. 6 gacha savdosi bo'layotgan ekan mana. Ona bola qo'y. 12,5? Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi ungacha bo'lyapti. So'ragan yo'qmi? Hayda, mana buni tushir, mana buni. Savdosi bo'ldimi aka buni? Qancha so'rar? Qaysini? Mana Qo'chqorni. Kattanimi? Aha. Kattan 9,5 savdo. 9,5 million. Bunisi-chi, kichkinasi? Kichkinam 5. 5. Izi bormi bularda? Izi juda ko'p. Nomer ayting, qo'yib qo'yaylik. To'y hashamlarga oladigan qo'chqorlar bo'ladi. 90 nechilik? 463, 90 nechilik? 94lik 463, Aha. 32 32. Mana oluvchilar bo'lsa, Farruq aka. Kimga mana shunaqa qo'chqorlar kerak bo'lsa, to'y jo'natishga, to'ylarga. Ha, qo'chqorlar zo'r akada. Ha, bizning kanaldan kelganlarga kelishtirib beringlar. Har birovi 50 kilo, 60 kilogacha vazni bor qo'chqorlar. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Video. Qanchadan bo'lyapti aka bular savdosi? Söyler 5 milyon bo'lyapti. Aha. 4 milyon 300 dan. Ular 4 million 300 dan bo'lyapti. Ular 4 million 300. Buni 5 million aytilyapti savdosi. 5 million 300. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qanchadan bo'ldi ekan bu qo'zilar? Ular 7 million bo'lyapti. 7 milliondan? Qanchadan so'radi? Ikkovi 7 million bo'lyapti. Qanchadan so'radi bozor? 3,5. Bozor 3,5 dan so'rayapti. Va qanchadan baholayapsiz? 4 milliondan baholanyapti, 3,5 dan savdosi bo'layotgan ekan. Ikkovi 7 million bo'lyapti savdosi. Qanchadan deyapsiz? Ona bola qo'ydi, qancha dedingiz? Savdosi. Nima deysiz? Savdosi qancha bo'lyapti aka buni? Savdosi 3,5. 3,5? Adilni yakkanmi bu? Yo'q, qo'yi, ana qo'zini qo'y. Ikkovini 3,5 deyapsizmi? Ha? Siz savdo qilyapsizmi? So'rayapman 3,5 million. Ha, 3,5 ga so'rayapsiz. Siz qancha deb turibsiz? 3 million 600 ming. 3 million 600 ga bermasa kerak. Odamni xafa qilmang aka, yolg'on gapirmang aka. Xafa emas. Aka, bu siz ko'rib turibdi endi. Endi hozir ko'rib turibmiz mana.
Bozorda ko'ryapmiz biz ham narx. Yo'qmi endi 5 ga yaqin bo'la, 6 millionga yaqin bo'la. Bolasi ham. Qancha bo'lib qoldi aka buni savdosi? 6 deyapman, 5,5 bo'lsa beraman. Ha, ko'ryapsiz, qancha deb turibdi. 5,5 million savdosi bo'lyapti. ko'plarni oldingizmi? Qanchadan bo'lib qoldi ekan qo'ylar? Qo'ysalar. Ha? Narx qancha bo'lyapti? Narxi 7,5 deyapman, 3,5, 4,5. Aha. Savdosi bo'lyaptimi? Savdo qancha bo'lyapti savdosi? Mana bular. Ha. 4 ga 3 bo'lyapti savdosi. Mana bolani qo'yma. Ular qo'ydi 7, 5 oldi. Savdosi qancha bo'ldi uni? 6 million 200 bo'ldi deyapti bolani. 10 million savdosi bo'layotgan ekan mana shu ishda qo'shqorga. Qanchadan bo'ldi ekan bu qo'ylar aka? Mana bular. Boshqalar nechtasi? 9 million 600. 9 million 200 bo'layotgan ekan mana savdosi. Ona bola sotildi. Ona bola qancha ketdi? 8 million ketdi. Ona bola 8 millionga sotildi. Nechta deyapsiz buni? Mana 4 million so'radi. 5,5 deyapti. 5,5 deyapsiz. Qancha savdo bo'ldi? 49 savdo bo'lyapti. Savdosi 49 bo'ldi deyapti. Aka savdosi 2 million 600 sotildi ma'rifat. 2 million 600 ga sotildi. 3 million deb turibmiz, 2 million 600 ming sotildi. 2 million 600 ga sotildi. Ne syomka qilavering, bizda alovi yo'q. Ha, mana. Olmadingmi? Ha, Raqamasmiz biz. ha, mana olyapman-da endi. 2 million 600 mingga sotildi bu. 2 million 600. En azından ilk hafta bo'lyapti. Ayrilganiga. Like'larni ko'ramiz. Ha, aka qablatamiz. Qanchadan bo'ldi qo'shilar? Ular 34 dan. 34 dan bo'lyapti? Deyapmiz. Ha, qanchadan bo'ldi savdosi? 32 dan. Savdo 32 dan bo'lyapti. Urg'ochi ham bular, Qo'chqor ham bormi? Urg'ochi ekan. 4,5 ga sotilibdi. Qo'chqor. Qanchadan yapsiz bularni? 4,5 deyapman. Buni 4,5 deyapsizmi? Qancha bo'ldi savdosi? 4 million 400 bo'ldi. 4 million 400. Ona bolanchi? 6 deyapman. Qancha bo'ldi buni savdosi? 58. 5 million 800 bo'ldi deyapti savdosi mana. Ona bola qo'ydi. Qanchadan bo'ldi ekan akalar bu qo'chqorlar? Assalomu alaykum. Bobo yaxshimisiz? Charchagan. Qancha bo'lib qoldi ekan bu qo'chqorlar? Qo'chqor qancha deyapsiz? 39 olindi. Aha. Bu 41 bo'lib qoldi. Savdosi. Savdo 41 bo'ldi deyapti. 4 million 100. Qanchadan bo'ldi ekan bu qo'zilar aka? Savdo bo'lyaptimi? 5,5 savdo bo'lyapti. Ikkoviga. Ikkovi 5,5 million bo'ldi. Sizda qancha bo'lib qoldi? Olmaydi bu. Olindimi? Qanchaga oldingiz? Ha? 42 ga olindimi? 4 million 200. Qancha aka bu qo'zilar? O'zini ham olgan shunday. Olamiz aka, ol desa olamiz, ha? 3,5 dan? Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi savdosi? Savdo 33 dan bo'lyapti. Savdosi 33 dan bo'layotgan ekan qo'zilar. Qanchadan bo'lib qoldi ekan bu qo'zilar? 28 ga sotildi. 28 ga oldik. Ha, o'llaringiz 28, bularchi? 2 million. 2 million deyapsiz, qancha savdo bo'ldi? 2 million biza beraveramiz deyapman. 19 bo'lyapti. 19 savdo bo'lyapti. Bu kimdan? Bo'lam shunday. Biz ham. O qancha deyapsiz? 17 savdo qilgan aka. 17 savdo bo'lyapti. Qo'chqor qo'z. Qo'chqor qo'zi 17 savdosi bo'ldi. Sirni ham beraveramiz. Qancha deyapsiz bu echkini? Echkini 18 deyapman. 18 deyapsiz? Savdo bo'ldimi? Savdosi 14-13 bo'lyapti. 14-13 gacha bo'lyapti savdosi. 1 million 300, 1 million 400 gacha savdosi bo'lyapti. Alaykum aka yaxshimisiz? Qanchadan bo'lib qoldi bular? 1,5 dan bermadik. 2,5 dan deyapmiz. 2,5 dan. Savdosi-chi? 1,5 qoldi. Savdo 2 million 100 dan bo'layotgan ekan mana. 2 million 100 dan. Aka qancha bo'lib qoldi bu taka savdosi? Savdo 1 million 200. Qancha deb turibsiz o'zingiz? 1,5. 1,5 aytilyapti, 1 million 200 gacha savdosi bo'lyapti. Qancha deydi? 22 bo'ldi. 22 deyapsiz. 2 gacha so'rayapti. Ay bilib turibman. 2 million savdosi bo'ldi deyapman. 22 aytilyapti. Nima narsa? Qisar. Nech pul deyapti? Sizda qancha bo'lib qoldi? 1 million 800 deyapmiz. 1,5 million so'rayapti. 1,5 million so'rayapti.
1 million 800 aytilyapti, 1,5 millionga so'rayapti. Mana taka. 1,5 so'rayapti. Bu aka. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 26. Savdosi 26 gacha bo'ldi. Qancha baholayapsiz? Qancha baholadingiz? 28 aytilyapti, 26 gacha savdosi bo'lib qoldi deyapti. Nomerni qo'ying aka. Mendan siz mol olsangiz. Qancha savdo qilyapsiz aka? Kuningizga baraka topish 2 million so'm. 2 million savdosi qilyapti bular. Qancha bo'lib qoldi ekan bobo bular? Bular 1 million 300 dan bo'lib qoldi. 1 million 300 dan gashti bozorga qancha so'rayapti? Shu 100 dollardan so'raydi. 100 dollardan toza, ha? 1 million 200 ming so'mdan so'rashga bo'layotgan ekan mana. Yana bo'ladimi bular? Qancha deyapsiz aka buni? Savdosi. Qancha savdolashyapsiz? 3,5. Savdosi qancha bo'ldi? Jalasini so'rayapsiz. 3,5. Uchovi 3,5 bo'lyaptimi? 3,5 beramiz. Siz qancha deb turibsiz? 4,5 endi. 14,5? Baraka topsin. Bu hammasi bo'ladi hech kimmi bular? Qanchadan deyapsiz bularda? 2,5 dan? Savdosi bo'lyaptimi? Qanchadan so'radi? 2 million 250 dan? 2 million 250 dan mana so'rash bo'layotgan ekan savdosi. Va kattani qancha deyapsiz? Mana oldingizdagi. Qancha? 2 million 300? Ular 300 ming so'm deyapti. Sen buni? Qancha deyapsan? Bu aka 16 bo'lib qoldi aka. 16? Savdosi. Savdosi 13,5 bo'lyapti. Savdo 13,5 million. 13 bo'layotgan ekan mana. 1 million 300 savdo bo'layotgan ekan.